Xotin, men tabriklasang bo'ladimi? Asal kafeni sotib oldim. Rostdan tabriklayman. Bu yaxshi kunga jo'rlarni ham chaqirmasam bo'lmaydi. Men telefonimni ol, vaqtida dam olayman. Do'stlar hammasiga yozib chiq, hay. Обязательно erta soat 7 da Asal kafega kelsin, xo'pmi? Jo'ralarim chaqirmadingmi? Chaqirdim. Ammo sen 30 ta jo'ram aytdim. Bitta o'tiribdi-ku jo'ram. Aytganingizdek hamma jo'ralaringizga SMS yozib chiqdim. Nima deb yozding? Aytganingizdek har bitta do'stingizga alohida yozdim. Faqat ularga boshimga kulfat tushdi. Iltimos do'stim, yordamingga juda ham muhtojman. Sen soat 7 da birinchi maktab to'g'risida Asal kafeda seni kutaman deb aytdim. Boringga shukur do'stim. Chin do'st bitta yoki ikkita bo'ladi. Shunaqa do'stlarni qadriga yetinglar. Chin do'stingizga yuborib qo'ying.